Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana biz yana bir Asakadagi ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu ishimizni 037 qalalik tunikadan foydalanganmiz. Mana ko'rib turganingizdek juda ham go'zal holatda bo'lib chiqdi. Video ostiga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring, bizning qilib yurgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Xo'p, buni 1 kvadratini 037 tunikamizni 135 ming so'mdan hamma xarajati ichida qilib berganmiz. Bu yerga tarnosini ham qo'yib berganmiz. Tarnosini esa 1 metrini 60 ming so'mdan stanovka qilib berganmiz. Va turba ham o'rnatib berganmiz. Turbamizni 1 metrini 50 ming so'mdan stanovka qilib berdik. Bu yerdagi tunika fon va tarno turbalarimizga 12 millionga shu xonadonimizni shu ko'rinishda qilib berganmiz. Agarda sizlar ham tunika fon qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizning raqamlarimizga bog'lanishinglar mumkin. Biz borib kvadratlarini o'lchab, juda ham go'zal holatda siz istagan fasonda chiroyli qilib tunika foningizdan qilib beramiz. Biz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha ish faoliyatlarimizni olib bormoqdamiz. Do'stlar, sizlar bilan uzoqlashmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Usta G'anisher bo'ldi. Rahmat hammaga.